Oldindan aytib qo'yay, betartib ekan deb negativ yozib yurmanglar kommentariyaga. Birinchi ishimiz mana bunday butun Penaplex listimizni kesish jarayoni bo'ladi. Buni lezva pichoq orqali kessanglar ham bo'ladi. Biz o'zimizga qulaylik uchun mana bunday spiralli kesadigan qilganmiz. Hozir buni ishlatib ko'rsatib beraman. Bu stanokchamiz 12 voltga ishlaydi. Blok bitani qo'yilgan bo'ladi. Mana spiralimiz ichga tushdi. Hozir kesib ko'rsatib beraman. Mana bunday Penaplex olamiz. Spiralni olib borib turib, xohlagan razmerimizga kesib beradi. Mayda razmeri bor, shunga qadab turib bir xilda kesamiz, standart bo'ladi. Bu inkubatorlarimiz zavod bilan birga bir chiqadi. Ko'pchilik o'ylashi mumkin, qo'lda yasalgan inkubatorlar har xil bo'ladi deb o'ylashi mumkin, lekin hammasi 100% bir xil bo'ladi. Kerak bo'lsa zavod inkubatordan ham yaxshi ochib chiqadi. Inkubatorimizdan ishlatganlar kommentariyaga fikringizni yozib qoldiringlar. Keyingi videomiz mana bunday dekor yopishtirish jarayoni bo'ladi. Dekor bilan burchak. Mana inkubatorda korpusiga mana bunday dekor plastlar yopishtiramiz. Ancha baquvvat, bu oddiy plastik emas, dekor plast bo'ladi. Buni ustakalarimiz yaxshi tushunadi. Burchagiga manaqa plastmassa ugolni yopishtiramiz. Mustahkam qilishlik uchun. Bu dekor plast bilan mana bu burchagini mana bu pistolet kilay orqali yopishtiramiz. Mustahkam ushlaydi. Ko'rishinglar mumkin, dekor plast yopishtirilgan holati, burchak yopishtirilgan holati. Bu yonboshi qo'yiladi, yonboshi. Mana shunday holatda keladi. Keyin esa inkubatorda tuxum teradigan latogini tayyorlaymiz. Buni mana bu kesadigan apparatimizda razmer bir xilda kesib beradi, shu orqali kesamiz. Bizda ikki xil inkubatorlar chiqadi. Kattasi 70 talik, yana ham ko'proq deganlar uchun 110 talik bo'ladi. Ustiga qo'yib beramiz. 2 etajli bo'ladi, 110 talik qilib beramiz. Agar 110 talik kerak desanglar, yo'q menga 70 talik kerak bo'ladi desanglar, mana bitta o'zini qo'yib beramiz. Keyingi jarayonda setka qoqish bo'ladi. Setkamizni kompressor orqali mana bu apparatda qoqamiz. Buni ko'pchilik biladi, ustakalarimiz. Setkasini qoqamiz. Setkaning razmeri mana shu bo'ladi. 1 santimetrlik katakchalik bo'ladi. Shuni qoqib chiqamiz. Keyingi jarayonda inkubatorimiz ichki ko'rinishi hali qopoq qo'yilmagan. Nimalar qo'yishligini aytib o'taman. Eng asosiysi blok vitani qo'yiladi. Keyin mana bu termoregulyator, issiqlik bir xilda ushlaydigan, namlik qo'yiladi, namlik o'lchaydigan qo'yiladi. Keyin bitta vyuklyator qo'yiladi. Bu vyuklyatorimiz tuxumni aylantirishda o'chirib yoqadigan vyuklyatorimiz. Keyin motorda ligirovka qilib turadigan, bir xil vaqtda ushlaydigan mana bu taymerimiz qo'yiladi. Mashinaning relesi qo'yiladi. Bu relay vazifasi svet o'chgandan keyin akkumulyatorga avtomatik olib o'tib beradi. Hech kim ulab qo'yish shart emas. Akkumulyatorda svet borligidan ulab qo'yaverasizlar. Svet o'chgandan keyin o'z akkumulyatordan ishlab ketaveradi. Mana bu akkumulyator qisqich qo'yiladi. Mana bu 220 ga ulaydigan rozetka tushunurimiz. Ichki ko'rinishi inkubatorda istalgan asosiy ventilyatorimiz, spiralli ventilyator. Orqasiga dimoxod qo'yilgan. Bu dimoxod namlikni ligirovka qilishlik uchun ochib yopsanglar bo'ladi. Ochganinglarda namlik tushadi, yopganinglarda namlik ko'tariladi. Mana bu yerdan suv quyadi. Suv tashqaridan suv quyasizlar. Ichkariga suv idish qo'yiladi. Suv idishini qo'yib ko'rsatib beraman. Mana bunday suv idish qo'yiladi. Ikki yonboshdan o'rtaga qo'yamiz. Devorga yopishtirilgan holatda turadi. 19 kungacha suv mana shu 1 santimetr kamroq qilib 19 kungacha bir xilda suv quyamiz. Keyin to'ldirib
idishni to'ldirib suv quyamiz. Namligi ko'tarildi. 19-kundan keyin to'ldirib quyamiz. Keyin mana bunday bu setkamiz tayyor yo'q ekan, latogimizni setka qoqilgandan keyin o'rtaga razmer olib, ikki yonboshdan bolt teshib turib, mana o'rtadan bolt teshamiz, keyin bu yoqdan ham teshib turib ilib qo'yamiz. O'rtaga ilingandan keyin mana shu ikki yonboshdan sep ilamiz, sepni mana motorga qatiramiz. Har 2 soatda bir o'ngga chapga qilib aylantiradi. Inkubatorning qopqog'ini ham shu Penapleksdan qilamiz. Tashqarisi dekor bo'ladi, yonboshlari burchak bo'ladi. O'rtasiga kichkina ayna qo'yib qo'yamiz. Ichini ochib ko'rmasligi uchun tepadan ko'rsanglar ham bo'laveradi. Kichkina ayna qo'yib qo'yamiz. Inkubatorimiz yarim tayyor holati mana shu. Bo'ytiga qopqoq qo'yiladi. Inkubator tayyorlash haqida qisqacha video obzorimiz bo'ldi. Kimnidir qanaqadir savol bo'lsa, kommentariyaga yozinglar, javob qaytaramiz. Bu inkubator juda xavfliginaqa nozik ish. Birgina xato tuxumni nobud bo'lishiga sabab bo'ladi, ochmasligi mumkin. Har bitta narsasiga e'tibor bilan qilish kerak. Bizda chiqayotgan inkubatorlar noldan o'zimiz tayyorlaymiz, ko'rdinglar. 70 taligini hozirgi kunda 750 ming so'm sotyapmiz. 110 talik 2 etajlik ko'rganinglar, 110 taligini 850 ming so'm qilib beramiz. Yana bitta narsa, homiyaligini qilib hamkorlikka chorlaymiz. Har bitta viloyatda kichkina joyi bor odamlarga arzonroq qilib beramiz. Olib sotishingiz mumkin, yaxshigina foyda qilsanglar bo'ladi. O'zbekiston bo'ylab dostavka xizmati bor. Manzil Andijon shahrida. Ko'proq savollar bo'lsa, kommentariyaga yozinglar, javob qaytaramiz. Pastda nomerlar qoldiramiz. Kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqa olasizlar. Garantiyalarni qilib beramiz 5 oyga. Tushunmagan narsalarni bemalol so'rashingiz mumkin Telegram orqali. Asosan biz podolda ish qilamiz. Internet chiqmay qolishligi mumkin. Shuning uchun Telegramdan yozinglar. Mana jo'ja ochadigan apparatlarimiz tayyor bo'ldi. Bu yerda turgan inkubatorlarimiz 110 dona tovuq tuxumi sig'adi. 100% avtomat, faqat suvga qarab tursanglar bo'ldi. Bu inkubatorlarimiz 220 voltga ishlaydi. Suv to'chib qolgandan keyin akkumulyatorga ulasanglar ham bo'laveradi, akkumulyatorda ham ishlaveradi. 12 volt akkumulyator, qizili plus, qorasi minus. Bu inkubatorimizni ishlatishdan oldin qishda issiqroq xonaga qo'yasizlar. Yozda bo'lsa salqinroq quyosh tushmaydigan joyga qo'yasizlar. Ashunisiga e'tibor bersanglar, yaxshi ochib chiqadi. Inkubatorimiz 220 voltga uladi. Bu inkubatorimiz tuxumni o'zi aylantiradi, issiqlikni o'zi avtomat boshqaradi. Faqat suv quyib turasizlar bo'ldi. Mana bu birinchida turgan issiqlik bir xil ushlaydigan kontroller, termoregulyatorimiz 3708 da turishi kerak bu. Ikkinchidagi namlik, kattasi namlik 28% namlik turib toza. Uchinchidagi knopkamiz bu 19 kun chiziqcha tomonda turadi. 19-kuni 0 ga qo'yib qo'ysanglar, aylantirish, tuxumni aylantirish to'xtaydi. 0 ga qo'yib qo'yasiz 19-kuni. Ichki ko'rinishini hozir ko'rsataman. 2 etaj bo'ladi. Pastiga 70 tacha tuxum sig'adi, tepasiga o'sha 40 tacha, 30 tacha tuxum sig'adi, katta kichikligiga bog'liq. Bu yerda graduslar yozilgan. Mana bu Telegram kanalimiz, o'tib turib to'liq videolarini, ishlatish videolarini tashlab beramiz. Shu yerdan ko'rsanglar bo'ladi. Tuxum terish uchun setkalarni olsanglar bo'ladi. Faqat tepasidagini olsanglar qulay bo'ladi. Mana tepasi boltga kirgizilgan bo'ladi. Chiqarib turib, tashqarida terib, yana qo'yib qo'yasizlar. Tuxumni aylantiradigan sepi 19-kuni mana yonbosh turgan bo'lsa, ichini ochganinglarda yonbosh turgan bo'lsa, 19-kun aylantirish tuxumni o'chirganinglarda sepini ko'tarib o'rtaga qilib qo'yasizlar. O'rtada turishi kerak. Jo'ja ochgandan keyin pastga tushib ketib qolmasligi kerak. Pastda ventilyatorli spiralimiz bor. Bu issiqlik bir xil tushadi. Mana bu suv turishiga ham e'tibor berasizlar. Mana devorga yopishgan, ikki chekkadan o'rtada turadi. Suv quyayotganinglarda shunisiga qarab qo'yasizlar.
Bu lotogimiz tuxum teradigan setkamiz har 2 soat bir aylanadi. Mana bu po'kaylar nima deganlar uchun tuxum agar 20 ta 30 ta qo'yadiganlar bo'lsa, uni siljitib, tuxumga qadab turib, qimillamaydigan qilib tera olasizlar. Ammo kichkinalarini qimillayotgan joyiga qistirib qo'yasizlar. Namligi ko'tarilib ketib qolsa, mana pastda dema holti bor. Shuni ochib qo'ysanglar, namligi tushadi. Oxirgi kuni 19-kuni yopib qo'yasizlar. 12 kundan keyin kitobida shamollatish yozilgan. Ertalabda kech payt inkubator qopqog'ini 5 minutdan ochib qo'yasizlar. Shamollatish degan joyi bor mana. Shamollatish rejimi. Tovuq tuxumi 12-kundan boshlab 18-19 kungacha aniq kun yozilmagan. 12 kundan boshlab 19-kungacha ertalabda kech paytda 5 minutdan ochib qo'ysanglar bo'laveradi. 100% avtomat va knopkalarini olgandan keyin tegmaysizlar, o'zi digirovka qilib qo'yamiz. Namligi ham tayyor. Tuxumni aylantirishda faqat 19-kuni o'chirib qo'yasizlar.